Xazinem Tortil Tarbiyalash Merkezi hammamizning xazinasi. Aşkanda özünüzde temizlik koyma. Sizni yaxshi ko'rmaydiganlarning qishig'i berib, o'zingizning xo'jaligini yutirib qo'ymang. Kichikini ko'nglingizni utib qo'yganlarning ko'ziga, chiroyiga qarab, umringizni xo'rlatmang. Qilganni bilmaydigan, sizga azor berganlardan yiroq turing. Dunyoni talashqanlarga tashlab berib, o'zingizning dunyosida yashang. Hayotlik sizga nima bergan bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingiz uchun yashang. O'zingiz yaxshi ko'rgan ishlarni qiling. Oxiri chiqmaydigan ishlar uchun vaqtingizni isrof qilmang. Salomatlikni, ko'ngil xotirjamligini hammadan muhim deb biling. Hayot shu qadar qisqaki, sizning qadringizni qilganlarni qadrlashga aram yetadi.